وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Bibliyaga ko'ra Iso Xudo hisoblanmaydi. Avvalo Bibliyaga qarasangiz, bu Yuhanno kitobining 8-bobida 8:40da shunday deyiladi. Ammo endi sizlar meni Xudodan eshitgan haqiqatni sizlarga aytgan bir insonni o'ldirmoqchisizlar. Demak, xristianlarning Bibliyasiga ko'ra, yana ta'kidlayman, bu mening e'tiqodim emas. Men sizlarning o'z muqaddas kitobingizdan iqtibos keltiryapman. Iso bu yerda men Xudodan haqiqatni eshitgan insonman degan mazmunda gapiryapti. Hech bo'lmaganda bu parchadan u o'zini Xudo deb da'vo qilmayapti. Demak, uning qodir Xudo emasligi aniq. Agar Iso Xudo bo'lganida men Xudodan eshitdim demagan bo'lardi va keyin 42-sida u shunday deydi: Men Xudodan chiqib keldim va Xudodan keldim. Men o'z-o'zimdan kelmadim, balki u meni yubordi. Demak, Bibliyaga ko'ra, Iso o'zini Xudo tomonidan yuborilgan inson sifatida aniq aytayapti. Xudodan haqiqatni eshitgan va Xudo tomonidan yuborilgan inson sifatida. Aslida Yuhanno 17:3ga davom etsak, u shunday deydi: Abadiy hayot esa seni yagona haqiqiy Xudoni va sen yuborgan Iso Masihni tanishdir. Bu yerda Iso juda aniq qilib faqat bitta haqiqiy Xudo borligini va u Iso Masihni yuborganini aytayapti. Shunday qilib Iso yana o'zini qodir Xudodan ajratib ko'rsatyapti. Agar Bibliyaga qarasak, Iso tirilgandan keyin ham Yuhanno kitobida shunday deydi: Men otamning, sizlarning otangizning, Xudoyimning va sizlarning Xudoyingizning huzuriga ko'tarilaman. Bu tirilishdan oldingi gap emas, tirilishdan keyingi gap. Agar Iso qodir Xudo bo'lganida mening Xudoyim deb aytmagan bo'lardi, chunki qodir Xudoning o'zi Xudoga ega bo'lmaydi. Yana Havoriylar kitobining 3-13-qismida Iso Xudoning quli sifatida tilga olinadi. Ibrohim, Ishoq va Yaqubning Xudosi, ota-bobolarimizning Xudosi o'z quli Isoga ulug'lik berdi deyiladi. Demak, agar Xudo Isoni ulug'lagan bo'lsa, men buni qanday qilib Isoning o'zi Xudo bo'lishi mumkinligini tushunmayapman. Aslida Havoriylar kitobida ham Xudo nosiralik, Isoni muqaddas ruh va qudrat bilan moylagani aytiladi. U yaxshilik qilib, Iblis tomonidan zulmga uchraganlarning barchasiga shifo berib yurgan, chunki Xudo uni yuborgan yoki Xudo bilan birga bo'lgan. Demak, yana bir bor aytaman, Xudo Isoni moylagan, Xudo unga yordam bergan. Demak, Iso Xudoning o'zi emas. Aslida men buni yakunlash uchun keltiradigan oxirgi 1-2 parchaga qarasak, Bibliyada shunday deyiladi: Robbimiz Iso Masihning Xudosi, ulug'vorlik otasi sizlarga donolik ruhini bersin. Bu Iso tirilgandan keyingi davr haqida aytilmoqda, ya'ni Iso yer yuzida bo'lgan paytdagi holat emas, balki tirilgandan keyin ham Isoning Xudosi borligi haqida gap ketmoqda. Va keltiriladigan oxirgi parcha vahiy kitobidan. Xristianlarning Bibliyasiga ko'ra, yana ta'kidlayman, bu mening e'tiqodim emas, Bibliyada yozilgan gapni keltiryapman. Iso tirilgandan keyin osmonda ulug'langandan so'ng ham shunday deydi: G'olib bo'lgan kishini Xudoyimning mabdadida ustun qilaman va u bundan boshqa chiqmaydi. Uning ustiga Xudoyimning nomini, osmondan Xudoyimdan tushib keladigan shahar, ya'ni yangi Quddusning nomini yozaman. Bu yerda Iso ketma-ket 4 marta Xudoyim deb aytayapti. Yana bir bor ta'kidlayman, bu tirilishdan keyin osmonda ulug'langandan keyingi holat. Shunga qaramay Iso Xudoyim deb aytmoqda. Bibliyada ko'p joylarda Iso Xudoning o'ng tomonda ekanligi ham aytiladi, ya'ni Xudoning o'zi sifatida emas. Shuning uchun men buni qanday tushunishimga ko'ra va sizning tushunchangizni ham eshitishga ochiq holda aytaman. Bibliyaga ko'ra Iso Xudoning o'zi ekanini men ko'rmayapman. Mayli, men biroz boshqacha yondashuvdan foydalanmoqchiman. Buni sizga va sizning ilohiyotingizga bog'liq tarzda tushuntirmoqchiman. Qur'onda Allohning shunday ismlari va sifatlari borki, siz ham faqat unga tegishli ekaniga qo'shilasiz. Hech bir maxluqot, farishta yoki payg'ambar bu ismlar va sifatlarni o'ziga da'vo qila olmaydi. Aks holda bu shirk, ya'ni Allohga sherik keltirish deb ataladi. Shu gapga qo'shilasizmi? Bu noto'g'ri. Noto'g'ri? Ha, noto'g'ri. Yo'q, demak siz aqida masalasiga kirishni xohlaysiz, chunki bu masalaning mohiyatiga bog'liq. Shu fikrni tushuntirib berishimga ruxsat berasizmi? Chunki siz bu borada noto'g'ri fikrdasiz. Demak, siz maxluqotlar ham Allohning ismlari va sifatlariga ega bo'lishi mumkin deb aytayapsizmi?
Javob berishim mumkinmi? Bunga ha yoki yo'q deb javob bering. Men ha yoki yo'q deb javob bermayman. Agar savol bersangiz, men unga javob berishim mumkin. Menimcha, agar siz ha yoki yo'q deb javob berishingiz mumkin, keyin esa izoh berishingiz mumkin. So'ngra o'z fikringizni tushuntirib, qo'shimcha izohingizni aytishingiz ham mumkin. Ha, menda qo'shimcha izoh bor. Alloh subhanahu va taologa xos bo'lgan ayrim ismlar bor. Masalan, Ar-Rohman. Bu yaratilganlarga nisbatan ishlatilmaydi, lekin Rohim kabi ba'zi sifatlar yaratilganlarga nisbatan ham ishlatilishi mumkin. Alloh tirikdir, u mehribondir. Bu yaratilganlarga nisbatan bu so'zlarni ishlatib bo'lmaydi degani emas. Albatta, Allohning sifatlari o'ziga xos va betakror, lekin ayrim sifatlarda insonlar ham ulushga ega. Masalan, biz ham tirikmiz, ammo Allohning hayotligi biznikidan mutlaqo o'ziga xos va betakrordir. Men sizning sifatlaringiz Allohning sifatlariga o'xshaydimi yoki yo'qmi deb so'ramadim. Masalan, men mehribonman, Alloh ham mehribon, demak ikkalamiz ham mehribonmiz. Men so'raganim, kimnidir Ar-Rohim deb atash mumkinmi? Demak, yana Rohim masalasiga qaytdik. Gapirishim mumkinmi? Mayli, gapira qoling. Ha, tushundim. Gapirmoqchi bo'lganga o'xshaysiz. Shunday qilib, Alloh subhanahu va taolo Ar-Rohmandir. Bu ism faqat unga xos va hech kim Ar-Rohman deb atalishi mumkin emas. Lekin ba'zi sifatlar boshqa mavjudotlarga ham nisbatan ishlatilishi mumkin. Masalan, Al-Vadud, eng mehribon, eng sevuvchi, lekin bu sifatning Allohga nisbatan qo'llanishi o'ziga xos va betakrordir. Ammo siz avval aytganingizdek barcha ismlar va sifatlar faqat Allohga xos deyish noto'g'ri. Ba'zi sifatlar yaratilganlarga nisbatan ham ishlatilishi mumkin, lekin Ar-Rohman sifati hech qachon ishlatilmaydi. Men Allohga o'xshab mehribon bo'la olamizmi deb so'ramayapman. Men Allohning o'ziga xos nomlari haqida so'rayapman. Masalan, u Ar-Rohman, Ar-Rohim, Al-Vadud, eng mehribon, eng sevuvchi deb ataladi. Biror maxluqot ham shu nomlar bilan atalishi mumkinmi? Men Alloh sevuvchi, men ham sevuvchiman demayapman, balki eng sevuvchi, eng mehribon kabi Allohning ismlari bilan biror inson, payg'ambar yoki farishta atalishi mumkinmi deb so'rayapman. Bor yo'g'i shu xolos. Mana siz aytayotgan nuqta shu. Yana takrorlayman. Ayrimlari yo'q, ayrimlari ham. Masalan, Al-Vadud sevuvchi sifatida boshqa mavjudot ham atalishi mumkin. Eng sevuvchi. Albatta, ma'lum bir guruh ichida eng sevuvchi deyish mumkin. Masalan, bular mening farzandlarim, mana bular esa ular orasida eng sevuvchisi Al-Vadud desam, shu kontekstda bu mumkin. Aniq qilib aytaman, al qo'shimchasi ba'zi yaratilganlarga nisbatan ham ishlatilishi mumkin, lekin Alloh o'ziga xosdir. Unga o'xshash hech narsa yo'q. Uning darajasi faqat o'ziga xos. Shuning uchun savolingizga javob ha. Al qo'shimchasi hatto ba'zi yaratilganlarga nisbatan ham ishlatilishi mumkin. Bunda muammo yo'q. Demak, siz hozir shart qo'ydingiz. Farzandlarim orasida eng sevuvchi dedingiz. Men esa buni so'ramadim. Men bu so'zlarni umumiy va mutlaq ma'noda ishlatish mumkinmi deb so'rayapman. Ya'ni biror kishi o'zini umuman eng sevuvchi Al-Vadud deb atashi mumkinmi? Shu to'g'rimi? Ha yoki yo'q deb javob bering. Men sizga qayta tushuntiraman. Iltimos, faqat ha yoki yo'q deb javob bering. Iltimos, gapimni bo'lmay turing. Iltimos. Mayli, faqat to'g'ridan-to'g'ri javob bering. Yana aytaman, u o'z fikrini shu mantiqiy yo'nalishda olib bormoqchi, chunki biz aynan shu nuqtada uning asosiy maqsadiga kelib qolyapmiz. Tushundim. Demak, ha yoki yo'q. Ha yoki yo'q. Ha yoki yo'q. Tushunarli. Masalan, kimdir juda mehribon bo'lsa, siz meni mushrik deb atayapsizmi? Ha, siz shirk keltiryapsiz. Chiqarishga sizga hech kim vakolat bermagan. Katta rahmat, siz musulmon emassiz, shayx emassiz. Islom haqida hech narsa bilmaysiz. Siz shayx emassiz. Iltimos, meni mushrik deb atashdan tiyiling, chunki bu haqorat. Bu qanaqasiga haqorat? Buni men tushuna olmadim. Bu kofir, ya'ni iymonsiz degani. Meni hozirgina u kofir deb atadi. Bu katta haqorat. Katta rahmat sizga, lekin takfiringiz kerak emas, uni o'zingizga saqlang. Siz takfir hukmlarini bilmaysiz. Siz hozirgina takfir nima ekanini bilishingizni aytdingiz. Hozirgina shirk keltirdingiz. Shirk keltirdingiz. Shirk. Siz meni shirk keltirgan deb ayta olmaysiz. Siz johil odamsiz. Biz hozir buni o'z ko'zimiz bilan ko'rdik. Musulmon shirk keltirib qo'yishi mumkinmi? Ha, shunday bo'lib qolishi mumkin. Ha, to'g'ri. O'tiring joyingizga, iltimos, o'tirib oling. Kim shirk keltirsa, u buni johillik bilan qiladi. Johillik nima bilasizmi? Johillik nima? Shoshmang. Jaholat nima? Ha, mayli. Ayting. Siz musulmon bo'lib turib shirk qilishingiz mumkin, to'g'rimi? Ikkovingiz tugatganingizdan keyin balki ularni chetga qo'yarmiz. Ishoning, men uning javobini eshitishga tayyorman. Bu bizni hech qayerga olib bormaydi. Bizda mavzu bor. Biz bahslashyapmiz. Men yana asosiy mavzuga qaytishni istardim. Siz mavzudan chiqib ketdingiz, qiynalyapsiz. Siz qiynalyapsiz.
Yana takrorlayman. Men umuman qiynalganim yo'q. Siz shayx ekanimni aytdingiz, mushriksan dedingiz, o'z jaholatingizni shu bilan ko'rsatdingiz. Takvir nima ekanini ham tushunmayapsiz. Hatto bu nimani anglatishini ham bilmaysiz. Agar musulmon odam shirk keltirib qo'ysa, darrov uni kofir deyilmaydi. Buning uchun qoidalar mavjud. Buni o'z xohishingiz bilan qilsangizchi? Siz bu masalada bexabarsiz. Shuning uchun men aytdim, musulmon shirk qilgan taqdirda ham zarur shartlar va to'siqlar tekshirilmagunicha uni mushrik deb atamaymiz. Siz esa bu shartlardan mutlaqo johilsiz, bexabarsiz. Shuning uchun siz shayx emassiz. Siz islomni bilmaysiz. Yo'q, men tushuntirib beraman. Men shaxsiy haqoratlardan chetga chiqib, yana asosiy mavzuga qaytishni afzal ko'raman. Xo'p, lekin bu hammasi u ha deb javob berayotgan paytda aralashib ketgan qandaydir haqoratdan boshlandi. Shuning uchun janoblar qarshi bo'lmasangiz, asl mavzuga qaytishni istardim, chunki bu shaxsiy haqoratlarni boshqa joyda davom ettirishingiz mumkin. Savolni yana bir marta takrorlaymi? Bilmadim, men bu savolga javob berib bo'ldim. Yana takrorlashning nima keragi bor? U savolni yana takrorladi. Bu Allohning sifatlari haqida edi. Ha, bu Allohning sifatlari haqida. Shuning uchun men buni aytdim. Agar bu shaxsiy haqorat emas, agar islomga ko'ra Allohning ismlari, sifatlari uning biror maxluqotga nisbat berilsa, unda inson shirk keltirgan bo'ladi. Musulmon bo'lmaydi. To'g'rimi? Shunda siz aytdingizki, nimalar deyapsiz? Men buni sizni hozir aytgan keltiryapman. Buni birozdan keyin muhokama qilamiz. Tashqarida ham gaplashishimiz mumkin. Ha, tashqarida. Gapimni tugatib olay. Siz mavzudan chetga chiqishingizdan oldin juda aniq bir savol bergandingiz. Ha, masalan, Alloh avval va oxir deb ataladi. Biror kishi hech qanday shart yoki cheklovsiz o'zini avval va oxir deb atashi mumkinmi? Men ota-onam orasida birinchi va oxirgi degan ma'noni nazarda tutmayapman. Yo'q, umumiy va mutlaq ma'noda men avvalman va oxirman desa, bu shirk bo'ladimi? Biror kishi o'zini shunday deb da'vo qilishi va bu kufr yoki haqorat hisoblanmasligi mumkinmi? Ha yoki yo'q deb javob bering, keyin tushuntirib bering. U avval bir fikr bildirdi, keyin ha yoki yo'q degan savolga o'tdi. Ya'ni u mavzuni o'zgartiryapti. Yo'q, u savol beryapti. U savolga shartni ham qo'shgan. Men bunga ruxsat beraman. Savol ha yoki yo'q, to'g'rimi? Demak, javob izoh yoki shart qo'shishingiz mumkin, lekin u savolning oxirida aniq ha yoki yo'q deb so'radi. Men aynan shuni kutyapman. Al-avval val-axir. Arab tilida hech qanday qo'shimcha yoki cheklovsiz ishlatilganda faqat Allohga nisbatan ishlatiladi. Endi siz aytgan birinchi fikrga javob beraman. Qur'onda shunday deyiladi dedingiz, lekin bizga hech qanday oyat keltirmadingiz. Siz Qur'on haqida yolg'on gapiryapsiz. Men dalil keltiraman. Bu Qur'onning 4-bobida Alloh shirkni kechirmasligini aytadi. Agar u shirkni kechirmasa, demak siz musulmon emassiz. Ko'ryapsizmi? U shirkni kechirmaydi. Avvalroq bu endi deganda agar Allohning Rahim, Rauf va boshqa ismlaridan birortasi boshqa birovga ishlatsangiz, Qur'onga ko'ra siz mushriksiz deganda, ammo buning uchun bizga oyat birorta dalil keltirmadi. Dalil keltirdim-ku? Yo'q, keltirmadingiz. Bu shunchaki shirk haqida aytilgan. Bu Allohga xos bo'lgan ismlardan birini boshqa maxluqotga berish shirk ekanini bildirmaydi. Bu shirk emasmi? Bu shirk emas. Men buni avval tushuntirib berdim. Payg'ambarni shunday deb atasa bo'ladimi? Payg'ambar ham ma'lum bir kontekstda uni Ar-Rahim deb atash mumkin. Qur'ondan dalil keltiring. Allohning ism-sifatlaridan birortasini yaratilganlarga bersa, bu shirk bo'ladimi? Shirkmi? Unda siz menga buni aksini ko'rsating. Marhamat, aksini ko'rsating. Siz keltirgan oyat dalil bo'la olmaydi. Yo'q. Demak, Qur'onning 4-bobidagi oyatda, hurmatli tinglovchilar, Alloh kechirmaydigan bitta gunoh borligi aytiladi. Bu shirk. Shirk nima ekanini bilmaydiganlar uchun shirk Allohga sherik keltirish, ya'ni biror kishini Alloh bilan tenglashtirish degani. Bu nimani anglatadi? Allohga xos bo'lgan, faqat unga tegishli deb qaraladigan ismlar va sifatlarni bir maxluqqa berish. Allohdan boshqaga berish, ya'ni Allohning rububiyati, sifatlari va ismlarida unga shirk keltirishdir. Shuning uchun Alloh men kechirmaydigan bitta gunoh bor deganda, bu shirkdir, ya'ni unga shirk keltirishdir. Allohga xos bo'lgan ism, sifat yoki biror Allohga tegishli bo'lgan narsani bandaga berishlik, yaratilganlarga berishlik bu shirk bo'lib, insonni islomdan chiqaradi. Alloh buni kechirmaydi. Siz esa bugun shunday qildingiz. Yaxshisi Masihni qabul qila qoling. Endi bunga xulosa qilib olay. Xo'p, yana asosiy mavzuga qaytaman. Biroz kuting, fikrimni tugatishga imkon bering. Siz hozirgina aytdingiz, Allohning avval va oxir deb atalishi faqat unga xos. Hech kim bunga ism va sifat nisbat berilishi mumkin emas.
Endi Bibliyaga murojaat qilsak, Iso o'zini men avval va oxirman, boshlanish va oxirman, alfa va omegaman deb tanishtiradi. Ayniqsa avval va oxir deganini aytadi. Demak, islom mezonlariga ko'ra Iso avval va oxir deb o'zini ataganda, u o'zini Qodir Xudo deb da'vo qilayotganiga qo'shilasizmi? Ayting, bu savolga javob bering. Qo'shilasizmi? Tugatdingizmi? Ha yoki yo'q deb javob bering. Endi tushuntiraman. Avvalo 4-bobdagi qaysi oyat ekanini aytsangiz. 48-chi, ha? Rahmat. Dar haqiqat Alloh subhanahu va taolo o'ziga shirk keltirishini kechirmaydi. Bundan boshqa gunohlarni esa o'zi xohlagan kishiga kechiradi. Avvalroq u yolg'on gapirgan joyi shuki, u Qur'onda Allohning ismlaridan birortasini olib, uni yaratilganlarga bersangiz, siz mushrik deb aytilgan dedi. Ammo bu oyatda bunday deyilmagan, u yolg'on gapirdi. Men gapimni tugata olmadim. Siz gapimni bo'ldingiz. Yo'q, bo'lmadim. Ikkinchidan, siz meni shirkda aybladingiz, lekin shirk va takfir masalasini o'zingiz ham tushunmaysiz. Bu borada mutlaqo johilsiz. Hatto bu masalada ham siz bexabarsiz, chunki Asmaul Husnadagi ayrim ismlar va sifatlar yaratilganlarga nisbatan ham ishlatilishi mumkin. Agar aqida bo'yicha boshlang'ich kitoblardan birini, masalan, Asmaul Husna haqida kitobni o'qiganingizda buni bilgan bo'lardingiz. Ammo Allohga xos bo'lgan va faqat unga tegishli bo'lgan sifatlar ham bor. Ularning Allohga nisbat berilishi shakli ham o'ziga xos. Masalan, Allohning qo'li bor, sizning ham qo'lingiz bor, lekin bu narsani aytishlik meni mushrik qilmaydi. Siz tashbih masalasini ham mutlaqo tushunmaysiz. Endi alfa va omegaga o'tsak, bu avval va oxir degani emas. Chunki men alfa va omegani emas, aynan avval va oxirni aytdim. Men e'tibor qaratgan narsa aynan shu narsa bo'ladi. U fikrini tugatib olsin. Istasangiz ruchka beraman. Bir-ikki narsani yozib olishingiz mumkin. Yana bir bor aytaman, arab tilidagi biror narsani olib, uni boshqa tildagi yoki boshqa tushunchadagi narsa bilan tenglashtirish to'g'ri emas. Masalan, Yunon alifbosidagi alfa va omega alifboning birinchi va oxirgi harflaridir. Boshqa holatlarda ham biror kishini birinchi va oxirgi deb atash mumkin. Masalan, Michael Jordanni basketbolning alfa va omegasi desam, bu uning basketboldagi eng buyuk yoki asosiy shaxs ekanini anglatishi mumkin. Bu arab tilidagi al-avvalu val-axir iborasi bilan bir xil emas. Shuning uchun arab tilidagi al-avval va axir Iso Masihga nisbatan ishlatilgani sababli bu uning Xudo ekanini anglatadi deyishingiz bir-biriga aloqasi bo'lmagan ikki narsani tenglashtirishdir. Ikkinchidan, men Bibliyada alfa va omega, avval va oxir degan ma'noni anglatadi degan fikrni ilgari surmaganman. Mening asosiy fikrimga u hali ham javob bermadi. Men keltirgan Bibliyadagi parchalar Isoning Xudo emasligini aniq ko'rsatadi. Chunki Iso hatto tirilgandan keyin ham Xudoga murojaat qiladi va Xudoni o'zining Xudosi deb biladi. Xo'p, Shayx Usmon birodar, shu bahs nuqtai nazaridan iltimos, men sizdan nimani so'rayotganimni aniq tushunishga harakat qiling. Men umumiy ma'noda yoki qandaydir shart bilan qo'llanilishi haqida so'ramayapman. Men buni oldindan aniq aytdim. Shuning uchun Michael Jordan basketbolda birinchi va oxirgi kabi misollar bilan vaqtimizni behuda sarflamaslik uchun. Siz basketbolda yoki falon narsa deganingizda bu allaqachon shart va chegarani bildiradi. Men aynan hech qanday shartsiz mutlaq ma'noda avval va oxir deb atalish haqida so'rayapman. Siz esa avval hech qanday shartsiz avval va oxir deb faqat Xudo atalishi mumkin degandingiz. Ha yoki yo'q deb javob bering. Javob berishim mumkinmi? Ha yoki yo'q deb javob berib keyin gapirsangiz bo'ladi. Bunga ha yoki yo'q deb javob berishim kerakmi? Iso, men avval va oxirman deganda bunga biror shart yoki izoh qo'shganmi? Ha yoki yo'q? Dalili bilan ayting. Vahiy kitobining 22-bobida u shunday deydi: Men avval va oxirman, alfa va omegaman, boshlanish va oxirman. U men avval va oxirman deganda bunga biror shart yoki cheklov qo'yganmi? Vahiy 22 nima? Men buni o'z Bibliyamdan ko'rishni istayman. Xo'p, yaxshi, 13-chi. Hammasini oching. Vahiy 22. Xo'p, men alfa va omegaman, boshlanish va oxirman, avval va oxirman. U avval va oxir deganda unga biror shart qo'ydimi? Ko'ryapsizmi, bunga hech qanday shart qo'ymagan. Men uni mantiqiy fikrlayotganini ko'ryapman. Bular ha yoki yo'q javobli savollar, demak ha yoki yo'q deb javob berishingiz kerak. Men bu fikrimni asoslash uchun sizdan faqat ha yoki yo'q javobini so'ragandim. Endi fikrimni sizga havola qilaman. Siz aytdingiz, biror kishi hech qanday shartsiz mutlaq ma'noda o'zini avval va oxir deb atashi va bu Xudo ekanini da'vo qilishi hisoblanmasligi mumkinmi? Men sizdan shuni so'ragandim. Siz esa yo'q, bu faqat Allohga tegishli degandingiz. Demak, siz hozir tan olganingizdek, Iso avval va oxir deb hech qanday shartsiz o'zini aytyapti. Shunday ekan, o'zingizning aytganlaringizga ko'ra, hatto islom mezonlari bo'yicha ham Iso o'zini Xudo deb da'vo qilayotganini tan olasizmi?
Aslo unday emas. Xohlaganingizcha kulishingiz mumkin, mayli. Yana bir bor aytaman. Siz bir tildagi iborani boshqa tildagi ibora bilan tenglashtiryapsiz. Masalan, men xotinimga sen birinchisan va oxirgisan desam, bu uning Xudo ekanini anglatmaydi. Bu mening unga bo'lgan muhabbatimni bildiradi. Sen men uchun birinchi va oxirgisan deyishim mumkin. Bunda hech qanday muammo yo'q. Yunon tilidagi kontekstni hisobga olsak, siz keltirgan parchadagi alfa va omega iborasi ham aynan shuni ko'rsatadi. Shuning uchun men aynan o'sha parchani o'zimning kitobimdan, ya'ni o'zimga tegishli Bibliyadan ko'rishni xohlagandim. Bibliyadagi avval va oxir Qur'ondagi avval va oxir bilan bir xil narsa emas. Mana masalan, gapimni tugatishga ruxsat bering. Agar siz islomdagi biror tushunchani olib, u orqali Bibliyani isbotlashga harakat qilsangiz, bu ishlamaydi. Masalan, islomda Xudoning o'g'li bor desangiz, buning o'zi rad etiladi. Bibliyada esa Xudoning o'g'li iborasi ko'p joylarda ishlatilgan. Yoki islom nuqtai nazaridan Xudo inson qiyofasida keldi desangiz, buning o'zi shirk hisoblanadi. Shuning uchun Qur'ondagi avval va oxir tushunchasini olib, uni Bibliyadagi tushuncha bilan oydinlashtirib bo'lmaydi. Bibliyada bu tushunchaga mos kelmaydigan ko'plab iboralar bor. Masalan, bir nechta xudolar haqida so'z yuritiladi. Xudolar hakam sifatida tilga olinadi va ko'plab insonlar Xudoning o'g'illari deb ataladi. Bularning hech biri bir-biriga mos kelmaydi. Agar siz menga islomiy kontekstda avval va oxirni ko'rsatsangiz, bu boshqa masala, ammo Bibliyadagi avval va oxirni ko'rish aynan bir xil narsa emas, xo'pmi? Demak, bu ikki tushuncha bir-biriga teng emas. Endi mening javobim sizga aniq bo'ldi. Yo'q, unday emas. Mana qarang, siz islomda Qur'onda avval va oxir tushunchasi Bibliyadagi avval va oxirdan farq qiladi dedingiz. Unda aytingchi, birodar, sizga qancha vaqt kerak bo'lsa, shuncha vaqt oling. Bizga oyatlar va manbalar bilan batafsil tushuntirib bera olasizmi? Qur'onda Alloh o'zini avval va oxir deb ataganda bu nimani anglatadi va Bibliyada Iso o'zini avval va oxir deb ataganda bu nimani anglatadi? Ularning farqi nimada? Avvalo, men aynan shuning uchun deb aytganim yo'q. Iltimos, mening og'zimdan so'z chiqarib gapirmang. Katta rahmat. Mening nomimdan gapirmang. Ikkinchidan, biz mutlaqo ikki xil til haqida gapiryapmiz. Iltimos, gapimni bo'lmay tursangiz. Demak, biz ikki mutlaqo boshqa til haqida gapiryapmiz va bu tillarda so'zlar turlicha ma'nolarda ishlatiladi. Shuning uchun bir tildagi tushunchani olib, boshqa tilga aynan ko'chirish mumkin emas. Masalan, Bibliyada o'g'il so'zi faqat Isoga nisbatan emas, boshqa kishilarga nisbatan ham ishlatilgan. Masalan, Xudoning o'g'illari deyiladi. Bunday tushuncha Qur'onda ishlatilmaydi. Shuning uchun islomda Allohning o'g'li yo'q ekan, o'g'il tushunchasini Bibliyaga aynan shu ma'noda tatbiq qilish to'g'ri bo'lmaydi. Bularning ma'nosi bir xil emas, chunki siz bu yerda Bibliyaga islomiy kontekstni olib kiryapsiz. Xuddi Bibliyadagi til Qur'onda ishlamaganidek, Qur'onning arab tilidagi tushunchalarini ham Bibliyaga ko'chirib bo'lmaydi. Ibroniy va Yunon tillarida ayrim atamlar Xudodan boshqa mavjudotlarga, hatto taqvodor insonlarga nisbatan ham ma'lum ma'nolarda ishlatilgan. Islomda esa bunday qo'llanish bo'lmasligi mumkin. Masalan, Qur'onda Allohning o'g'illari yo'qligi aytiladi. Agar buni Bibliyaga ko'chirib, unda Bibliyadagi o'g'illar ham o'g'il emas ekanda desangiz, bu noto'g'ri bo'ladi. Chunki bilganingizdek, eski ahdda ham, yangi ahdda ham o'g'il so'zi mehr, muhabbat yoki yaqinlikni ifodalovchi atama sifatida ishlatiladi. Shuning uchun Xudoning o'g'illari degan ibora farishtalar yoki taqvodor insonlarga nisbatan ham ishlatilishi mumkin. Bunday qo'llanish arab tilida xuddi shu ma'noda ishlamasligi mumkin. Ammo Ibroniy va Yunon tillarida bunday qo'llanish mavjud. Ya'ni Qur'ondagi avval va oxir tushunchasi Bibliyadagi avval oxir tushunchasi bilan bir xil emas. Xo'p, yaxshi. Xo'p, lekin aynan shuning uchun men nima demoqchi ekanligingizni tushundim. Men hozir siz aytgan fikrni tahlil qilib beraman. Siz bu ikki xil til, shuning uchun farq qiladi deyapsiz. Iltimos, biroz kuting, iltimos. Men sizga gapirishga imkon beraman. Rahmat. Men sizga fikringizni to'liq aytishga imkon berdim. Endi buni juda oddiy qilib tushuntirib beraman. Siz misollarni yaxshi ko'rganingiz uchun men ham misollar keltiraman. Alloh haqida u tug'magan va tug'ilmagan deyiladi. Ammo Iso haqida Bibliyada Xudo dunyoni sevib o'zining yagona tug'ilgan o'g'lini yuborgani aytiladi yoki Ibroniylarga maktubning 1-bobida Iso haqida bugun men seni tug'dim deyiladi. Men sizdan faqat ha yoki yo'q deb so'rayman. Chunki fikrimni shu asosda davom ettiraman. Bugun men seni tug'dim degan ibora Qur'onda ishlatilishi mumkinmi? Ha yoki yo'q deng. Mayli, lekin men buni yo'q, siz ha yo'q deb javob bering, tamom. Men shunga qarab fikrimni davom ettiraman. Ha yoki yo'q deng. Yo'q, mumkin emas. Boshqa gap kerak emas.
Bu mantiqiy fikr yuritish zanjiri. Bunday mantiqiy fikrlar ha yoki yo'q javoblarga asoslanadi. Tushundim. Men uning hozir nima qilmoqchi ekanini va bu fikrni qayerga olib bormoqchi ekanini tushunyapman. Xo'sh, demak bu iborani Qur'onda ishlatib bo'lmaydi, lekin kuting, men til boshqacha deganini o'ylagandim. Axir til boshqacha bo'lsa, tug'ilgan so'zning arabchasini ishlatsak bo'lmaydimi? Ammo yo'q. U buni ham rad etyapti. U o'g'illik tushunchasini har qanday ma'noda rad etyapti. Tug'ilgan degan tushunchani ham har qanday shaklda rad etyapti. Bu atamalarni rad etyapti. Qaysi tildan foydalanishingizdan ahamiyati yo'q. Masalan, men ispan tilida Alloh tug'ilgan desam ham nima bo'ladi? Men mushrik bo'laman, kofir bo'laman, to'g'rimi? Demak, sizningcha til boshqacha, shuning uchun ma'nosi ham bir xil emas deganingiz nimaga asoslangan? Masalan, men Alloh desam va boshqa tilda God desam, bu ikkisi bir xil ma'noni anglatmaydimi? Yo'q, unday emas. Men sizga javob berishga imkon beraman, keyin yakuniy fikrga o'tamiz. Avval sizga, keyin sizga navbat beramiz. Lekin men sizdan yana bir bor javob olmoqchiman. Keyin siz o'z yakuniy fikringizni bildirasiz. Aslo unday emas. Agar Alloh va Zevs desangiz, ular bir xil narsa emas. Ba'zan Zevs so'zi tarjimada ishlatilishi mumkin, lekin bu ularning mutlaqo bir xil ekanini anglatmaydi. Hatto God so'zi ham Allohga to'liq mos kelmaydi, chunki God so'zida jins tushunchasi mavjud. Masalan, Godness desangiz ayol shakli bo'ladi. Yana bir bor aytaman. Bu yerda bir tildagi bitta so'z boshqa tildagi bitta so'z bilan bir xil ma'noga ega ekan, demak o'sha tildagi barcha so'zlar ham bir xil ma'noda anglatadi degan bolalarcha yondashuv juda noto'g'ri. Masalan, Bibliyada Xudoning o'g'illari degan ibora ishlatiladi. Ba'zi joylarda bu tug'ilgan o'g'illar degan ma'noda emas. Xristianlar va yahudiylarning, masalan, Rashi va boshqalarning talqiniga ko'ra bu ibora taqvodor insonlar yoki farishtalarni anglatishi mumkin. Ya'ni haqiqiy biologik o'g'illar degani emas. Demak, bu yerda o'g'il so'zi tug'ilgan o'g'il ma'nosidan boshqacha ishlatilgan. Bu yerda taqvodor yoki yaqin kishilar nazarda tutilishi mumkin. Masalan, arab tilida ham valad so'zi mehr bilan murojaat qilish uchun ishlatilishi mumkin. Masalan, kimgadir mehr bilan valad bu yerga kel, men bilan gaplash desam, bu murojaat ma'nosida ishlatilgan bo'ladi. Shuning uchun sizning bu ikki tushunchani tenglashtirgan mantiqingiz noto'g'ri. Valad so'zi nimani anglatadi? Valad bu o'g'il degani. Va bu mehr bilan murojaat qilish uchun ham ishlatiladi albatta. Jismoniy qarindoshlikni anglatishi shart emas. Masalan, sizga "Ey bola, bu yerga kel" yoki "O'g'lim, bu yerga kel" desam, bu sizning onangiz bilan haqiqatan jinsiy munosabatda bo'lganimni anglatmaydi. Bu mehr bilan aytilgan murojaat bo'ladi. Shu ma'noda ha bu so'zni ishlatish mumkin, ammo Xudoning haqiqiy jismoniy farzandlari ma'nosida ishlatilsa, bunday tushuncha to'g'ri kelmaydi. Demak, bir tilning faqat bitta jihatini boshqa til bilan tenglashtirish, bolalarcha yondashuv bu bir hiyla. Agar Zevs yoki God so'ziga kelsak, bu so'zlar Alloh tushunchasini to'liq anglamagan holda ishlatiladi, chunki God so'zi Alloh bilan aynan teng emas. God so'zi Allohdan boshqa mavjudotlarga nisbatan ham ishlatilishi mumkin. Alloh esa faqat Allohga xos. God so'zida jins tushunchasi bor. Masalan, Godness ma'budi shakli mavjud. Shuning uchun siz keltirgan misol ham noto'g'ri. Va oxir-oqibat tugataymi yoki unga imkon beraymi? Unga yakuniy fikrni aytishga imkon beramiz. Ha, javobingizni yakuniy fikringizga qo'shib ayting. Shoshilmang, men qayerga olib bormoqchi ekaningizni tushunyapman. Demak, marhamat davom eting. Xo'p, shayx, siz hozirgina o'z javobingizni butunlay zaiflashtirdingiz, chunki siz o'g'il so'zi arab tilida mehr bilan murojaat qilish ma'nosida ham ishlatilishi mumkinligini tan oldingiz. Demak, ingliz tilidagi son so'zi ham mehr ifodasi sifatida ishlatilishi mumkin va ma'lum bir kontekstda bu arab tilida ham o'z ma'nosiga ega bo'lishi mumkin. Siz hozir menga ko'rsatgan narsa shuki, turli tillardagi so'zlar Qur'onda, Bibliyada yoki boshqa manbalarda ma'lum kontekstlarda ishlatilishi mumkin. Yana bir qiziq jihat bor. Buni istagan odam tekshirishi mumkin. Arabcha Bibliyada vahiy 22:13 va vahiy 1:17 ni qidiring. U yerda Qur'onda ishlatilganga o'xshash ayni nom va sifatlar keltirilgan. Shuning uchun tillar har xil degan bahonangiz bu yerda ishlamaydi. Biz buni shunchaki misol sifatida ko'rib chiqdik xolos. Shunday qilib, yakuniy fikrimga o'tsam, sizning o'zingizni aytganingizga ko'ra, Allohning hech qanday shartsiz mutlaq unvonlarini boshqa hech kimga berib bo'lmaydi. Masalan, avval va oxir faqat Xudoga tegishli bo'lishi mumkin. Bu mening so'zlarim emas, sizning so'zlaringiz. Men ham bunga qo'shilaman. Demak, Iso men avval va oxirman deb hech qanday shartsiz aytganida, bu hatto siz belgilagan mezonlarga ko'ra ham Isoning o'zini qodir Xudo deb da'vo qilayotganini ko'rsatadi. Siz esa muammo paydo bo'lganini ko'rganingizda yo'q dedingiz xolos. Siz yo'q dedingiz, chunki Bibliyada Iso o'zini Xudo deb da'vo qilayotganini tan olishni istamadingiz. Shu bilan sizning mavzuga bergan javobingiz tugadi. Siz
O'g'il tushunchasi haqida keltirgan misol ham tillarni so'zma-so'z tenglashtirib bo'lmasligini ko'rsatadi. Men aynan shuning uchun tug'ilgan o'g'il ma'nosidagi son tushunchasi arab tilida ishlamaydi, lekin mehr bilan murojaat qilish ma'nosidagi o'g'il ishlatilishi mumkin dedim. Demak, avval va oxir iborasi ham xuddi shu tarzda tushunilishi kerak. Boshqa tilda birinchi va oxirgi deyilganda, u arab tilidagi al-avval val axir bilan aynan bir xil ma'noda bo'lmasligi mumkin. Yana bir jihat, siz arabcha Bibliyani misol keltirdingiz. Bu yerda muammo shundaki, Bibliya dastlab arab tilida yozilmagan. U yunon va boshqa qadimgi tillarda yozilgan. Shuning uchun Bibliyadagi diniy tushunchalarni tushunishda asl yunoncha matn muhim, arabcha Bibliya esa tarjimadir. Tarjimalar bir-biridan farq qilishi mumkin. Bunda shubha yo'q. Shuning uchun Qur'onning arab tilidagi matnini Bibliyadagi yunoncha diniy tushunchalarni tushunish uchun asos qilib bo'lmaydi. Siz buni bilishingiz kerak edi, lekin bu misolni keltirganingiz bilan o'z bilimsizligingizni ko'rsatdingiz. Oxirgi aytadigan gapim, siz men boshda aytgan asosiy fikrlarning hech biriga javob bermadingiz. Men keltirgan barcha parchalar haqida gapirmadingiz. Siz faqat avval va oxir masalasiga o'tib ketdingiz. Shuning uchun men aynan parchaning o'zini keltirdim. Chunki u yerdagi alfa va omega Xudodan boshqa mavjudotlarga nisbatan ham ishlatilishi mumkin. Buni tekshirib ko'ring. Google'dan varoqlang. Janoblar, qo'l berib ko'rishinglar, bu juda chiroyli bahs bo'ldi. Menga juda yoqdi.